Tungi yer osmonida ming-minglab yulduzlarni osmonimizni to'ldirib turganiga guvoh bo'lamiz. Biz ko'rib turgan yulduzlar bu ko'rinishga kelishi uchun millionlab yillar davomida rivojlanish bosqichlaridan o'tib kelgan. Avvalgi videolarimizning birida yulduzlarning paydo bo'lishi haqida ma'lumot bergan edik. Ushbu videomizda esa yulduzlar evolyutsiyasi haqida suhbat yuritamiz. Yulduzlar evolyutsiyasi o'ta murakkab bosqichlarni o'z ichiga oladi. Biz esa soddaroq shaklda tushuntirishga harakat qilamiz. Aslida yulduzlar o'zgarishdan, rivojlanishdan hech qachon to'xtashmaydi. Yulduzlar evolyutsiyasi haqidagi nazariyalar koinotdagi yulduzlarni kuzatish va o'rganish orqali to'plangan dalillarga asoslanadi. Kuzatishlari shuni anglatadiki, koinotda doimo yangi yulduzlar tug'iladi, aniqrog'i paydo bo'ladi. Yana ko'plab yulduzlar rivojlanish bosqichlari ketma-ketligida bo'lsa, yana qaysidir yulduzlar o'z hayotining so'nggi bosqichini o'tamoqda. Bu jarayonlarni kuzatish va umumlashtirish orqali yulduzlar evolyutsiyasi nazariyasi rivojlanib kelmoqda. Yulduzlar ulkan massali sovuq gaz va chang bulutlarining siqilishidan hosil bo'ladi. Bunday gaz bulutlari asosini vodorod tashkil qiladi. Kam miqdorda geliy ham mavjud. Koinotdagi ulkan tumanliklarni yulduzlar fabrikasi deyish mumkin. Misol uchun Yerdan 7000 yorug'lik yil uzoqligida joylashgan mashhur Burgutlar tumanligidagi Burgut boshiga o'xshash ustunlar bundan 6000 yil avval yulduzlarga aylanib bo'lgan. Yerliklar esa bundan faqat 1000 yil o'tgandan keyingina xabar topishlari mumkin. Yerdan 1,5 yorug'lik yil uzoqligidagi Orion yulduz turkumidagi Orion tumanligi ham yangi yulduzlar tug'ilayotgan eng faol joylaridan biri sanaladi. Gaz va chang bulutlari o'zaro to'qnashishi natijasida, ba'zida esa o'ta yangi yulduzlarning portlashi ta'siri ostida, ayrim hollarda esa kvazar nurlarining gaz bulutlariga ta'siri tufayli fazoviy bulutdagi molekulyar zarralar gravitatsiya tufayli siqilib, zichlashib boradi va undagi harorat ham ortadi. Chang va gaz buluti zichlashib, undagi harorat bir necha million gradus Selsiga yetganida uning markazida protoyulduz paydo bo'ladi. Protoyulduz atrofidagi gaz va chang zarralarini yutib, zichlashib, shar shaklidagi ko'rinishga ega bo'la boshlaydi. Shardagi harorat 10 million gradusga yetganida unda termoyadroviy reaksiyalar ro'y bera boshlaydi va shu tarzda yangi yulduz dunyoga keladi. Yangi tug'ilgan yulduz atrofida qolgan sobiq bulutning qoldiqlari yulduz atrofida disk ko'rinishda aylanib, vaqt o'tishi bilan ular o'rnida sayyoralar va ularning yo'ldoshlari paydo bo'ladi. Koinotdagi ilk yulduzlar katta portlashdan 400-500 million yil o'tganidan so'ng paydo bo'lgan. Ilk yulduzlar hozirgi yulduzlardan ancha ulkan va yorqin bo'lgan. Yulduzlar tarkibidagi termoyadro reaksiyalari hisobiga o'zidan issiqlik va yorug'lik taratadi. Termoyadro reaksiyasi deb bir elementning boshqa elementga aylanishiga aytiladi. Misol uchun vodorod yadrosi birlashib geliyni, geliy esa uglerodni vujudga keltiradi. Umuman olganda yulduz o'z umrini tarkibidagi vodorod yonilg'isini sarflash bilan o'tkazadi. Yulduzlari o'z tarkibidagi vodorod yonilg'isini sarflab bo'lgach, yulduz tarkibidagi muvozanat yo'qoladi. Yulduz yadrosi borgan sari siqilib borib, undagi harorat ham ortib boradi. Vodorod o'rnida qolgan geliy uglerodga aylanadi. Yulduzning yuza qatlami shishib, yulduzning kattaligi 100 martalab kattalashadi va Betelgeyze Aldebaran yulduzlari kabi qizil gigantga aylanadi.
Yulduz tarkibidagi geliy ham tugab bitgach, yulduz bosimni ortiq ushlab tura olmaydi va yulduzda chaqnash ro'y berib, yulduzning tashqi qatlamlari koinotga sochilib ketadi. Yulduz yadrosi o'rnida esa asosan ugleroddan tashkil topgan oq karlik yulduzi paydo bo'ladi, xuddi Sirius B yulduzi kabi. Oq mitti yulduzlar tarkibida termoyadroviy reaksiyalar ro'y bermaydi. Oq mitti yulduzlar tarkibidagi zichlik nihoyatda katta. Oq mitti yulduzning bir qand bo'lagicha keladigan qismi ham millionlab tonna vaznga ega bo'lishi mumkin. Koinotdagi aksariyat yulduzlar hayotining so'ngida oq mitti yulduzga aylanadi. Oq mitti yulduzlar asta-sekinlik bilan sovib borib, vaqt o'tishi bilan qora mittiga aylanadi. Oq mitti yulduzlarni qora mittiga aylanishi nihoyatda uzoq vaqt davom etadi. Shu sababdan hozirgacha koinotda bironta yulduzni qora mittiga aylangani kuzatilgani yo'q. Ammo olimlar oq mitti yulduzlardagi jarayonlarga asoslanib, ularni vaqti kelib qora mittiga aylanishini, ya'ni yo'qlikka yuz tutishini ta'kidlashadi. Yulduzlarning qanchalik yashashligi ularning paydo bo'lish vaqtida to'plagan massasiga bog'liq. Yulduzlar paydo bo'lishi jarayonida qanchalik ko'p materiya hisobiga vujudga kelsa, yulduz shunchalik ulkan, og'ir va yorqin yulduzga aylanadi. Ammo bu turdagi yulduzlarning hayot evolyutsiyasi bir necha 100 million yil davom etadi. Zero ulkan yulduzlar o'zlaridan ko'p yorug'lik va energiya taratadi. Oqibatda o'z tarkibidagi yoqilg'isini tez sarflab, qisqa hayot kechirishadi. Nisbatan kam materiya hisobiga vujudga kelgan yulduzlar o'z tarkibidagi yonilg'isini sekin sarflaydi va uzoq umr ko'radi. Misol uchun bizning quyoshimiz kattaligidagi yulduzlar o'rtacha 10 milliard yil hayot kechiradi. Ancha kam materiya hisobiga paydo bo'lgan yulduzlar ancha kichik yulduzlar bo'ladi. Bu turdagi yulduzlar qizil mitti yulduzlar deyiladi. Bu kabi yulduzlarga misol qilib Centauri Proxima yulduzini ko'rsatish mumkin. Qizil mitti yulduzlar o'zlaridan kam energiya va yorug'lik taratadi. Shu sababli ularni koinot maydonida payqash qiyin. Qizil mitti yulduzlar o'z tarkibidagi yonilg'isini nihoyatda sekin sarflaydi. Bu turdagi yulduzlar trillionlab yillar mobaynida hayot kechirishi mumkin. Yulduzlar massasi nafaqat yulduzlarning hayot evolyutsiyasini qancha davom etishini, balki ularning taqdirini ham belgilab beradi. O'ta og'ir va ulkan yulduzlar Quyosh kabi yulduzlardan ancha issiq va yorug'. Ularning yadrosida bosim va harorat nihoyatda yuqori. Bu turdagi yulduzlar yadrosida ro'y beruvchi termoyadroviy sintez tufayli temirgacha bo'lgan kimyoviy elementlar hosil bo'ladi. Og'ir yulduzlarning hayoti qisqa bo'lishi barobarida halokatli yakun topadi. Og'ir yulduzlar tarkibidagi yonilg'isini sarflab bo'lgach, undagi muhit izdan chiqadi. Ichki zarba to'lqini tufayli yulduz yadrosi siqilib, zichlashib boradi. Yulduz yadrosidagi harorat va bosim shu darajaga borib yetadiki, natijada yulduz bosimni ortiq ushlab tura olmaydi va portlaydi. Bu jarayonda o'ta yangi yulduz portlashi yuzaga keladi. O'ta yangi yulduz portlashi oqibatida yulduzning tashqi qobig'i koinot bo'ylab yulduzlar aro muhitga sochiladi. Ayni o'ta yangi yulduzlar portlashi natijasida temirdan og'ir kimyoviy elementlar vujudga keladi. Shu o'rinda shuni ta'kidlab o'tish kerakki, vodorod va geliydan boshqa tabiatdagi barcha kimyoviy elementlar yulduzlar yadrosidagi termoyadroviy reaksiyalar va yulduzlar portlashidan hosil bo'lgan. Atrofimizdagi jamiki narsa buyumlari, sizu bizning tanamizdagi har bitta atom qachonlardir qaysidir yulduz tarkibida vujudga kelgan. Suyaklarimizdagi kalsiy, biz nafas olayotgan kislorod,
qonimizdagi temir uzoq o'tmishda Quyosh va Yer paydo bo'lishidan ham avval yashab o'tgan sobiq yulduzning qa'rida paydo bo'lgan. Portlagan yulduz og'ir elementlarni koinotga sochib, o'zidan keyin dunyoga keluvchi yulduzlar va sayyoralarga meros qilib qoldiradi. Yulduz yadrosi esa zichlashib borib, sobiq yulduz o'rnida neytron yulduzni yoki qora tuynuklarni vujudga keltiradi. Ulkan yulduzlar yadrosidagi gravitatsion siqilish paytida modda zichligi shu qadar ko'p ortadiki, bunda neytronlar protonlarga nisbatan turg'unroq bo'lib qoladi. Bunday sharoitda protonlar va turg'un atom yadrolari neytronlarga va ko'p neytronli atom yadrolariga aylanadi. Natijada yulduz yadrosi o'rnida asosan neytronlardan tashkil topgan neytron yulduzlari paydo bo'ladi. Juda kam hollarda bir joyda ikkita neytron yulduzlari vujudga keladi. Ikkita neytron yulduzi bir-biriga gravitatsion ta'sir ko'rsatib, alar oqibat ular o'zaro to'qnashadi. Ikkita neytron yulduzining to'qnashishi natijasida oltin, uran singari eng og'ir kimyoviy elementlar hosil bo'ladi. Neytron yulduzlarning kattaligi ancha kichik, hatto bizning zaminimiz Yerdan ham kichik. Ularning radiusi o'rtacha 20-30 kilometr atrofida. Ammo ulardagi zichlik va gravitatsiya nihoyatda kuchli. Neytron yulduzlarining bir qoshiqcha keladigan bo'lagi ham bir necha million tonna vaznga ega. Neytron yulduzlaridagi tortishish kuchi ham bizning zaminimiz Yer kabi sayyoralar tortishish kuchidan 200 milliard martagacha yuqori. Shuningdek, neytron yulduzlari o'z o'qi atrofida aql bovar qilmas darajada katta tezlik bilan aylanishadi. Neytron yulduzlari o'z o'qi atrofini sekundiga 1000 martagacha aylanishi mumkin. Neytron yulduzlari bu qadar katta tezlikni o'ta yangi yulduz portlashi vaqtida oladi. Aksariyat neytron yulduzlari o'zlaridan qisqa impulsli radio signallar tarqatishadi. Bu turdagi neytron yulduzlari fanda pulsarlar deb nomlanadi. 1987-yilning 23-fevralida olimlar o'ta yangi yulduz portlashini o'z ko'zlari bilan ko'rishga muyassar bo'lishdi. Bu portlash Yerdan 168 ming yorug'lik yili masofasida joylashgan Somon yo'li galaktikasiga yo'ldosh hisoblanuvchi katta Magellan bulutida ro'y berdi. Oradagi masofani inobatga oladigan bo'lsak, bu o'ta yangi yulduz portlashi 1987-yil emas, bundan 168 ming yil muqaddam ro'y bergan. Favqulodda o'ta og'ir yulduzlar hayot evolyutsiyasining so'nggi qismida o'z o'rnida qora tuynuklarni vujudga keltirishadi. O'ta og'ir yulduzlar tarkibidagi yonilg'isi tugagach, yulduz gravitatsion kollapsga yo'liqib, o'z markazi tomon shiddat bilan qulaydi. Yulduz yadrosi shu darajada zichlashib boradiki, uni hech narsa to'xtata olmaydi. Natijada yulduz chaqnab, uning tashqi qobig'i atrof muhitga sochiladi. Yadrosi esa siqilib, undagi zichlik tobora ortib boradi. Natijada yadrodagi zichlik uni yorug'lik ham tark eta olmaydigan darajaga yetib, sobiq yulduz yadrosi o'rnida koinotdagi eng xavfli fazo jismlaridan biri bo'lgan qora tuynuk vujudga keladi. Qora tuynuklarda tortishish kuchi va bosim shu darajada yuqoriki, unga yaqinlashgan har qanday jism uning qa'riga g'arq bo'ladi. Qora tuynuklar domidan hech narsa qaytib chiqa olmaydi. Ba'zan qora tuynuklar va neytron yulduzlar o'zlariga yaqin kelgan yulduzlarni o'z domiga tortib yuboradi. Koinotdagi ayrim yulduzlarning hayot evolyutsiyasi qora tuynuk yoki neytron yulduzining gravitatsion ta'sir doirasiga tushib, uning qa'riga g'arq bo'lish bilan nihoyasiga yetadi.
Qora tuynuklar qanchalik xavfli bo'lishmasin, bizning yerga xavf solishmaydi. Chunki zaminimiz biz yerliklar baxtiga somon yo'lining nisbatan tinch va sokin joyida, qora tuynuklardek ajal domidan ancha yiroqda joylashgan. Biz insonlar quyosh qanday paydo bo'lganligini ko'rmaganmiz va uning so'nishiga ham guvoh bo'la olmaymiz. Faqatgina koinotdagi quyosh kabi yulduzlarni kuzatish orqali quyosh bilan nimalar ro'y berganligini va ro'y berishini ayta olish mumkin. Quyosh o'rtacha kattalikdagi yulduzlar sinfiga kiradi. Bizning quyoshimiz 5 milliard yildirki yorug'lik taratib kelmoqda. Aynan quyosh nuri va uning energiyasi hisobiga yer yuzida hayot mujassam, shu jumladan siz va biz mavjudmiz. Quyosh tarkibidagi vodorod yana 5 milliard yil davomida yorug'lik taratishga yetishi mumkin. Quyoshdagi vodorod yonilg'isi tugagach, biz yuqorida ta'kidlaganimizdek quyosh qizil gigantga, so'ngra esa mitti oq yulduzga aylanadi. Shu narsa aniqki, quyosh hech qachon qora tuynukka yoki neytron yulduzga aylanmaydi. Shuning bilan videomizga ham yakun yasaymiz. Videomiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Qandaydir fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldiring. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, kanalga a'zo bo'ling. Barchangizga xush kayfiyat tilagan holda keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha deb qolamiz.